Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, kanalimiz a'zolari. Ot ishqibozlari uchun mana bugun Namangan viloyati Chortoq tumani Beshkormoq qishloqqa bir donagina yaxshi, narxlari ham chiroyli, o'zlari ham juda chiroyli holatdagi ot turgani uchun yoki ham o'zimizni qishloqda Namangan viloyati Chortoq tumani Beshkormoq qishlog'ida Samadjon ukamiz xonadonlariga kelganmiz. Mana shu otni obzorini ichkari berish uchun. Otni yashayga kelgan bo'lsa, yoshlari qanaqa bu otni? 4 yashar. 4 yashar ekan. Yangi ot. Bo'ylari qanaqa? Bo'ylari 1.62. 1.62. 1.60 ga olaverasizlar. 1.60 ga bemalol. To'la tuyoqda defekt yo'q. Yaxshi tuyoqlari. Tuyoqlari ham zo'r. Quloqqa kirishlari ham zo'r. Samayotganlar uchun. Mana yangi chiqazadi tishini. 4 yashar. Tishlarni endi buzib chiqazadi. Quloq ko'pkarisiga qanaqa bu? Hamma joyi yaxshi. Ozgina yug'izib olib kela olasizmi? Xo'sh, asfaltiga cho'chiyapti. Asfalt. Sirg'anib bo'lmasa. Chavandozadan emas, bu akamiz dehqon. Dehqonlar. Biz chavandoz emasmiz. Ishqorchilikka alingan. Pul kerak bo'lib sotyaptik. Yaxshi. Xudo xohlasa hamma joyda yaxshi. Nasib qilsin. Hamma kim olsa ham nasib qilsin. Video yoqayotgan bo'lsa albatta like bosinglar, kanalda yangi mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Ishqibozlar uchun tavsiya qilamiz. Ular ham normal, yaxshi holatda ekan. Yo'llarning ko'rinishi ham, ot ko'rinishi ham juda zo'r, lekin dehqon, bizda dehqonchilik ishlari boshlanib qolgan uchun nimagadir balkim dehqonchilik sabab nimadir endi kerak bo'lib sotaman deyaptilar. Quloqqa kirgan-a, Samadjon? Quloqqa kirgan. Quloqqa kirishlari ham, nimasi ham, yurishlari ham joyida. Hamma yoq zo'r. Buni misol uchun kelish qozoni dastavkasi qanaqa bo'ladi, Samadjon? Dastavkalarni qilib beraveramiz. Xudo xohlasa. Ha. Qayergacha? Vodiy bo'ylab? Vodiy bo'ylab pulini kelsa bo'ldi. Chiroyli holatda. Uloqqa chapilgan-a bu? Uloqqa chapilgan, uloqqa kirgan. Behujolat. Yaxshi. Hamma joyi teng. Yoshlari ham, tenjollari sog'. Yosh bolaga indamaydi. Yo'q, yosh bolaga xonadonlarning ichiga sal xonadon to'g'ri olib uchun avtomobil tushib oldik. O'ziga yosh bolalarga buyurtida kichik bolachalar. Bir yosh, bir yarim yosh. Ha, bolaga chopali desa, asfaltni chopib bo'lmaydi. Asfalt endi asfaltlik uchun asfalt yangi yasalgan asfaltlanadi. Xudo xohlasa yo'lni sal chavandoz emas deb aytib o'tdik. Chavandoz emas. Narx-navolarni qanaqa aytasiz, Samadjon buni? Narxi 3,5 ming. 3,5 ming. Kelishtirib beramiz. Ozmoz kelishib beradigan joyi bor. Bor. Telefon nomeri aytib o'rasizmi, Samadjon? Telefon nomeri 95lik 334 69 67. 69 67 raqamlarga 334 69 67. Video ostiga ham joylab ketishga harakat qilamiz. Bemalol ko'rib kelishib, lekin endi ot ishqibozlar o'zingga kelishishing mumkin. Albatta video yoqqan bo'lsa, lekin like ayirmaymiz, do'stlarga jo'natamiz. Otni endi nima deymiz? Mashalloh, ko'z tegmasin deymiz xolos. Lekin chiroyli holatda. Albatta ko'ringlar, like bosinglar, qiziqqanlar bemalol hozirgi raqamga telefon qilishingiz mumkin. Bundan tashqari aytib qo'ying, videoning ostiga joylab ketaman albatta raqamlarni. Eshitishga gap yo'q-a? Hijolat yo'q. Xudo xohlasa hamma tomonlama yaxshi. Bemalol. Tuyoqlari ham, boshqalari hammasi konkret, yeyishlari ham. Mana yaxshi holatda ekan. Faqat endi chiroyli baqish kerak. Mana shu tishlarni chiroyli chiqarib olib, mana toy junglari ham haligacha turibdi mana. To'kkan emas. Toy tuklari ham. Bemalol, ko'ringlar, aloqaga chiqinglar. Tavsiya qilamiz, bemalol, alayinglar.